Mesostatiksan SPF obzor. Mesostatiksa menga yoqadigan tarafi har xil problemali yuzlarga alohida SPF chiqargan. Birinchisi Mineral Matte Anti-Aging Fluid SPF 50+. Bu SPF yog'li, aralash, ta'sirchan problemli yuzlar uchun yuzida ortiqcha yartilatib qo'ymaydi, pudroviy finish beradi. Ikkinchisi Light Water Anti-Aging Veil SPF 50+. Bu normal, aralash, suvsiragan yuzlar uchun. Tarkibida gialuron kislotasi va kremniy bor. Gialuron kislotasi namlikni terida saqlab qoladi va kollagen chiqishini ta'minlab beradi. Konsistensiyasi suyuqroq bo'ladi va surilganda ortiqcha yopishqoqliklarsiz yuzga singib ketadi. Uchinchisi Melan 130 Pigment Control SPF 50. Butun dunyo ayollari sevadigan SPF. Melazma sepkilli dog'li yuzlar uchun chiqarilgan. Tarkibida aziloglitin bor. U dog' tushishga sababchi bo'ladigan tirazinaza fermentini bloklaydi. Dog'larni ochartiradi va yangi dog' paydo bo'lishini oldini oladi. To'rtinchisi Nourishing Anti-Aging Cream SPF 50+. Quruq, xiralashgan yuzlar uchun. Tarkibida chia urug'i yog'i bor. Chia urug'i omega 3 va oltinga boy bo'lgani uchun terini gidrolipid nemantiyasini tiklaydi. Teri qurib, sho'ralab ketishini oldini oladi va hujayralarni okислительный stressdan himoya qiladi. Beshinchisi Sun Protective Repairing Stick SPF 100. Bu SPF jiddiy oftalmologik tekshiruvlardan o'tgan. Uni qovoqlarga va yuzni shilliq qavatiga yaqin bo'lgan joylarga surish mumkin. Bu SPF yupqa teriga, ya'ni ko'z atrofiga, lablarga, nozik joylarga va yana yara bo'lgan joylarga, operatsiya bo'lgan va travma olingan teri uchun chiqarilgan. Tarkibi vitamin A va yog' kislotalari bilan boyitilgan. Boshqa SPFlarga o'xshab terlaganda ko'z ichiga kirib ketmaydi. Oltinchisi Body Sun Spray SPF 50. Bu badan uchun barcha tipdagi terlarga, sportsmenlarga, dam olishga ko'p boradiganlarga, plyajlarda zagar oladiganlar uchun chiqarilgan. Tarkibi vitamin E bilan boyitilgan. Vitamin E terini okислительный stressdan va himoya qatlami buzilishidan himoya qiladi. Bu spray SPF Wet Skin texnologiyasi orqali ishlab chiqarilgan. Ya'ni uni filtrlari noyob lipofil tuzilmaga ega. Uni suvdan chiqqaninglarda sirazu nam yoki terlagan teriga sepishinglar mumkin. U suvga chidamli va bitta joyga sharik bo'lib yig'ilib qolmaydi. SPF effektivligini saqlab qoladi va teriga bir zumda yopishib oladi. Yuzingizga SPF tanlamayapsizmi? Direktdan murojaat qiling. Podpiska va like bosib qo'yinglar.